O'tgan safar quruq yog'li yuzlarga qilgandim. Bu safar men polniy quruq yuzlarga maslahat bermoqchiman. Vichy brendini bilasizlar. Juda ham можно chiqaradi qizlarjolar. Yana sostavlaridacha kollagenlargacha bo'ladi-da. Ertalabkisi, kechqurungisi bo'ladi. Ichida shu SPF bo'ladi, kollageni bo'ladi. Eng asosiysi prям ishlaydi. Ishlab beradigan kremlar-da. Quruq yuzlarniki ham sochmani men bu. Bular polniy qizlar effektini bittada sezadigan vositalar. Bularni ko'pini men Dubaydan olib kelganman, Misrdan olib kelganman. Realniy effekti seziladi. Bekorga magazinimga tester qo'yib qo'ymaganman. Qizlar bemalol kelib, ishlatib ko'rib, o'zlariga yoqqanini olsalar bo'ladi. Realniy effekti bor. Quruq yuzlar bittada ishlatganingizda effektini sezadigan sredstvalar men magazinimda juda ham ko'p. Faqat uni yuzingiz holatini ko'rib tanlatsangiz